inson hamisha tanlovlar ichida yashaydi. Lekin inson tanlovlarni ehtiyojlariga qarab tanlaydi. Chunki o'tmish o'tib bo'lgan, kelajak esa hali kelmagan. 3 soat ichida xohlaganingizni oling. Istaganingizcha, qo'lingizga siqqunicha oling. Insonning imkoniyatlari xuddi quyosh chiqishiga o'xshaydi. Vaqtdan doim to'g'ri foydalanish uchun nima qilish kerak? Ya'ni qilish uchun rejalari ko'p, ishlarini taxlab qo'yadi, biroq hamma narsani negadir keyinga qoldiradi. Doim orzu qiladigan narsalaringizni qanchasiga yetib keldingiz va qanchasini qilish uchun hozir siz o'zingizda kuch yoki resurs topolmayapsiz. Va insonda hamisha tanlovlar bor. Imkoniyatlar ko'pincha mehnat kiyimida keladi. Shuning uchun ham odamlar uni ko'pincha tanimay qoladi, deydi. Siz hozir qanday hayotda yashayotgan bo'lsangiz, aynan mana shu jarayon sizni tanlovingiz. Inson hamisha tanlovlar ichida yashaydi. Tanlovni esa inson hamisha o'zi qaror qabul qiladi. Bir yilning qadrini imtihondan yiqilgan talaba biladi. Bir daqiqaning qadrini esa poyezddan qolib ketgan yo'lovchi. Assalomu alaykum, azizlarim, qadrli YouTube obunachilari. Sizlar bilan men yana psixolog, notiq, filolog, pedagog Nafisa Olg'irova. Bugun Intellekt podkastimizning 8-sonida uchrashib turibmiz. Sezib turganingizdek, bugun sizlar bilan imkoniyatlar, vaqt va tanlovlar haqida suhbatlashamiz. So'zimni shunday bir jumla bilan yoritmoqchi edim. Bilasizmi? William Glasser psixoterapevt shunday deydi. Inson hamisha tanlovlar ichida yashaydi. Lekin inson tanlovlarni ehtiyojlariga qarab tanlaydi. Ya'ni insonni ehtiyojlar boshqaradi, deydi. Ba'zida inson menda tanlov yo'q deb hisoblaydi. Tanlash imkoniyatim yo'q edi. Boshqa ilojim yo'q edi. Bir ma'noda qarasangiz, haqiqatdan ham o'sha vaqt uchun insonda boshqa imkon bo'lmagan bo'lishi mumkin. Biroq imkon degan tushunchaga yaxshiroq qaraydigan bo'lsak, biz qaysi holatga ko'proq kuchimiz yetadi? O'tmishgami, bugungami, kelajakami? Insonni faqatgina hozirga, bugunga kuchi yetadi. Faqat ungagina so'zimiz o'tadi. Chunki o'tmish o'tib bo'lgan, kelajak esa hali kelmagan. Inson o'tib bo'lgan narsa uchun so'z kuchini yo'qotadi, kelmagani uchun ham o'z fikrini ayta olmaydi. Biroq bugunga, ayni vaqtga, hozirga kuchimiz yetadi. Va bu narsadan to'g'ri foydalanish kerak, deydi Glasser. Bir kuni bir inson o'zidagi qimmatbaho yoqutni sotmoqchi bo'libdi. Yoqut sotib oladigan bir insonni oldiga boribdi-da, men sotmoqchiman, iltimos shuni sotib oling, debdi. Haligi qimmatbaho toshlar bilan shug'ullanuvchi odam yoqutga qarabdi-da, oho, bu juda bebaho yoqut. Buni to'lash uchun men hamma narsamni bersam ham baribir yetmaydi. Siz yaxshisi bir podshoning xazinaboniga olib boring. U yerda bu yoqutingizni narxi bor, deb uni boshqa joyga yo'naltiribdi. Haligi odam uzoq yurib o'sha podsholikka yetib kelibdi-da, xazinabon bilan uchrashib, meni mana shu yoqutimni sotib olsangiz, debdi. Xazinabon yoqutga qarabdi-da, bo'ldi, kelishdik, yuring men bilan.
deb uni xazinalar turgan joyga olib kiribdi. Xazinalar shu qadar katta va keng ekanki, u yerda juda chiroyli toshlar ko'p ekan. Xazinabon haligi odamga aytibdiki, sizga 3 soat vaqt. 3 soat ichida xohlaganingizni oling. Istaganingizcha, qo'lingizga siqqunicha oling. Biroq 3 soat tugagandan keyin hech narsa ololmaysiz. Men esa 3 soatgacha sizni o'z holingizda qoldiraman. Toki xohlagan narsangizni bemalol olishingiz uchun, deb chiqib ketibdi. Haligi odam katta xazinalarga qarabdi-da, marvaridlar oldiga boribdi. Marvaridlarga qarabdi. Marvaridlar shodasi shu qadar chiroyli ekanki, uning ko'zlari yashnab ketibdi. Marvaridlarni olibdi. Uni ustiga bo'yniga taqib ko'ribdi. Keyin tillolar turgan joyga boribdi. Shu qadar chiroyli tilla tangalar, ularni olibdi, o'ynabdi. Ular ustida biroz yotibdi. Keyin esa qimmatbaho yana boshqa toshlar oldiga boribdi. Va ularni ham olib, ularning jilvasiga mahliyo bo'lib, uxlab qolibdi. Keyin uni oldiga kelib, xazinabon, "Hey, uyg'oning. Vaqt bo'ldi. Xo'sh, nimalar oldingiz?" deb so'rabdi. Haligi odam cho'chib turibdi-da, 3 soat tugadimi? Men hech narsa olishga ulgurmadim. Yana ozgina vaqt bering. Mana shulardan ozginasini olay debdi. Xazinabon esa o'z so'zini eslatibdi. Esingizdami, men sizga aytgan edim, 3 soatdan keyin hech narsa olishga izn bermayman deb. Sizga ruxsat yo'q. Vaqtingiz tugadi. Marhamat, chiqib ketishingiz mumkin debdi. Haligi odam yoqutdan ham va o'sha yerdagi yoqutning o'rniga olishi mumkin bo'lgan boshqa xazinalardan ham quruq qolgan ekan. Ba'zan insonning hayoti ham shunga o'xshaydi. Inson o'ziga berilgan vaqtni, umrni cheksiz va benihoya deb o'ylaydi. Go'yo ba'zida bizning yashashimiz uchun yana bitta ikkinchi hayotimiz bor deb ham hisoblaydi. Biroq vaqt tugaganda inson hech narsaga ulgurmaganligini va yoki qilmoqchi bo'lgan ishlarini qila olmaganligidan chuqur afsusni his qiladi. Bilasizmi, insonning imkoniyatlari xuddi quyosh chiqishiga o'xshaydi. Quyosh chiqishini uzoq kutasiz. Quyosh chiqadi. Biroq inson qaysi vaqtda harakat qilishini bilmasdan quyoshni chiqishini uzoq payt davom etib poylab turganda, quyosh o'z chiqishi bilan asta-sekinlik bilan bota boshlaydi. Ya'ni quyosh sizni kechgacha kutib o'tira olmaydi. Uning o'z vaqti bor. Uning o'z chiqish vaqti va kirish vaqti bor. Imkoniyatlar ham xuddi shunga o'xshaydi. Ba'zan inson mana shu holatda o'z vaqtini, o'z qadrini va qilishi mumkin bo'lgan ishlarini qo'ldan boy beradi. Imkoniyatlarni qo'ldan boy bermaslik uchun, vaqtdan doim to'g'ri foydalanish uchun nima qilish kerak? Ba'zan insonda charchoq, horg'inlik, ishlarni ortga surishlik boshlanadi. Va inson o'ylaydiki, bu menda qandaydir bir holatdan yoki hayotning qaysidir bir og'ir vaziyatidan hosil bo'lgan holat deb hisoblaydi. Lekin bu psixologiya bilan olib qaraydigan bo'lsak, insonda prokrastinatsiya ketayotganligini bildiradi. Aynan prokrastinatsiya sindromidagi odamlarda ishlarni kechiktirish, keyinga surish, keyinga qoldirish, ya'ni qilish uchun rejalari ko'p, ishlarini taxlab qo'yadi, biroq hamma narsani negadir keyinga qoldiradi. Aynan o'ziga kelganda, o'zini ishlarini qilmoqchi bo'lganda, o'z orzulariga, o'z hislariga, o'z
deylik o'sha kasbiy yo'nalishdagi rivojlanishiga yoki hayotining boshqa bir qismidagi o'zgartirishlarni kiritish uchun inson negadir bu narsani prokrastinatsiyada keyinga qoldirishni boshlaydi. O'zingizga savol bering. Qilmoqchi bo'lgan ishlaringiz bormi? Va siz ularni bu yilning hisobidan qaysilarini amalga oshirdingiz? Yoki orzularingizni umuman olganda doim orzu qiladigan narsalaringizni qanchasiga yetib keldingiz va qanchasini qilish uchun hozir siz o'zingizda kuch yoki resurs topolmayapsiz. Agar sizni mana shunday holatlar bezovta qilayotgan bo'lsa, albatta siz bu holatni ustida ishlashingiz kerak. Insonda ba'zan hattoki daromad topishga ham mana shu prokrastinatsiya holati xalaqit berishni boshlaydi. Inson qilishni xohlagan ishlarini emas, balki o'sha miya bardosh bera olmasdan o'chib qolish holatiga duch kelganda bu narsalar keyinga surilishni boshlaydi. Va lekin keyinga qoldirayotganingizda, ertaga qilaman deyotganingizda o'zingizga savol bering. Xuddi yoqutini sotmoqchi bo'lgan inson kabi vaqtni boshqa narsalar bilan chalg'ib o'tkazib, vaqt tugagandan keyin qilishi kerak bo'lganligi haqida xayolini jamlagan inson kabi bo'lib qolmaslik kerak. Va insonda hamisha tanlovlar bor. Tanlov bu nima? Men hozir biror bir vaziyatda siqildim. O'zimni yomon his qilyapman. Ahvolim yomon. Va men mana shu vaziyatda yig'lab, siqilib, taqdirni ayblab, insonlarni ayblab, hayotimda aybdor qidirib, nega men bilan shunday bo'ldi deya o'tkazishim ham. Lekin boshga tushganni ko'z ko'radi. Hayotda hamma narsa bo'lishi mumkin. Bu ham meni oldinga siljitadigan bir vaziyat bo'lishi mumkin deya keyingi, ya'ni qaror qabul qilib, tanlash imkoniyati orqali boshqa ishlarga ham urinishi mumkin. Lekin mana shu tanlovlarni ham tanlash uchun insonda bilim kerak bo'ladi. Ba'zan inson mana shu imkoniyatni tanlash kerakligini ham anglamasligi mumkin. Mashhur bir inson shunday bir iqtibos keltirgan. Imkoniyatlar ko'pincha mehnat kiyimida keladi. Shuning uchun ham odamlar uni ko'pincha tanimay qoladi deydi. Bilasizmi? Imkoniyat